Assalomu alaykum quyosh qozlari. Xo'p, mana bugun yakshanba kungi soy bozoridamiz. Ertalabki soat 5:30. Xo'p, biz olib chiqqan quyonlarimiz stragach, piyostri faqat to'g'risini aytamiz, sharif maskasi anaqa kelmagan. 3,5 oylik samka. Xo'p, berikan quyonimiz. Veslari 3 kilo, bu ham 3,5 oylik. Bu ham xuddi shu samka. Hop, panda samesimiz bor. Sames kerak deganlar uchun mana 4 oylik. Hop. Karli baran xatot bor, bitta, bir para mana. Hop, keyin bozorga yangilik qilib xatot olib chiqdik. Tika quloqdan samkasi. Kerak bo'lsa kelaverasizlar mana. Xatotni mittisidan aqaman deganlar uchun mana. Keyin splitimizni olib chiqdik mana. Karli baran split. Shu ko'namiz chiqdi. Bozorga kelaverasizlar. Andijon soy bozoridamiz.